Assalomu alaykum Yomjon aka. O'tgan hafta solo driverlarimiz qancha gross qilishdi? Va alaykum assalom. O'tgan hafta hisobda driverlarimiz o'rtacha 12 mingdan ko'p, topimiz 20 ming bo'ldi. Asosiy driver Midwest, East и South yurgan. West asosan team driverlarimiz yurgan, lekin solo driverlarimiz Midwest и South yurgan. Shu holat bo'yicha ko'ryapmiz 20.240 gross qilgan, 3.10 dan RPM yurgan, 6537 mayl yurgan. Yaxshi natija. Endi bu asosan ko'cha va Amazon aralash holatda yurganida hozir ko'rib turganimiz 10 ming plus yurgan driverlar asosan 10 ming plusdan ko'proq gross qilgan. 13 ming, 17 ming qilgan driverlarimiz ham ko'proq. O'sha topimiz 20 ming, minimumimiz 9900 turibdi. O'sha o'rtada yurgan va biz bergan yuklar bilan qilgan grosslarida. Hozircha harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa bu hafta bundan ham yaxshi bo'lishi kerak. Sababi stabilniy volyum kutyapmiz. Volyumimiz kelishi bilan yana ham grosslarimiz yaxshi bo'lib, narximiz yana ham ko'tariladi. Biz uchun tugagan yo'q.